Assalomu alaykum hammaga. Savollarga javob berishni davom ettiraman. Bir nechta savollar, nimaga aynan o'smir qizlarda hayzlarni kuchli og'riqlar bilan kechishi, uni kelib chiqish sababi va ushbu og'riqlar vaqtida qanday chora-tadbirlar tavsiya qilasiz deb murojaatlar bo'libdi. Demak, ozgina shu haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. O'smir qizlardagi hayzlar 50-90% holatlarda uchraydi. Og'riqli hayzlarni tibbiyot ilmiyotida dismenoriya yoki algodismenoriya deb nomlanadi. Ushbu og'riqlar birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Birlamchi og'riqlar bu o'sha qizchamizda birinchi hayzdan keyin regular hayzlar to'g'rilanib olingan va ularni regular ravishda kelishi oqibatida hech qanday kasallik kuzatilmagan holatlarda og'riqli hayzlar bo'ladi. Bu norma holati hisoblanadi va odatda 48-72 soatda o'tib ketadigan holat hisoblanadi. Ikkilamchi dismenoriya, ya'ni og'riqli hayz juda ham o'smir qizchalarda kam uchraydigan kasalliklar natijasida yuzaga kelib, bunga ko'pincha endometrioz, adenomioz holatlari, kasalliklari sabab bo'ladi. Og'riqlar qanday yuzaga keladi? Og'riqlar bachadonni o'sha menstruatsiya vaqtida, ya'ni hayzi vaqtida bachadonni ichki qavati endometriyni shish oqibatida ko'p miqdorda mediatorlar, ya'ni prostaglandin degan mediator modda ajralib chiqaradi va ushbu prostaglandin moddachasi ayol kishidagi bolevoy, ya'ni og'riqli retseptorlarni qo'zg'atadi. Ushbu qo'zg'atish natijasida hayz vaqtida qizchalarimiz kuchli og'riqlarni sezishadi. Yana shunday tushuncha berib o'tamiz. Hayz vaqtida bachadonda o'zini ta'minlaydigan qon tomirlar bo'lib, o'sha matchniy arteriyalarda qon bosimini yuqori keskin oshib ketishi natijasida, ya'ni masalan normal holatlarda 80-60 atrofida bo'lsa, hayzni o'sha pik davriga kelib, bu 400 millimetr rtutного stolbagacha ko'tarilishi oqibatida bu turli xil metabolitlarni ajralishi og'riqli neyronlarni, ya'ni og'riq sezuvchi nerv uchchalarini qo'zg'atishi oqibatida qizchalarimiz og'riqni sezishadi. Endi yana shunday holatlarga stimulyatsiya qilib, ya'ni sabab bo'luvchi narsalar o'smir qizlarni juda ham keskin, masalan, o'qishi oqibatida ruhiyatidagi ozgina o'zgarishlar, stress holatlari yoki charchoq holatlari, masalan, qandaydir imtihon oqibatida yoki charchoq oqibatida yuzaga kelishi va ushbu hayz davridagi og'riqlarni yana ham kuchayib ketishiga sabab bo'ladi. Endi agar hamma narsani profilaktik ravishda tekshirib, kasalliklarni istisno qilib bo'lganimizdan keyin o'smir qizchalarimizdagi og'riqli hayzlarga birinchi yordam bu qorin pastki sohasiga issiqlik. To'g'ri, avval bu narsalarni noto'g'ri yoki mumkin emas deb baholanardi. Hozirgi paytda dunyo ginekologlar jamiyatlarining tavsiyalarida ham bor, ruxsat berildi, hattoki shunga moslangan turli xil moslamalar ham ishlab chiqarildi va bezarar hisoblangan muolaja hisoblanadi. Bu issiqlik. Qisqa qilib aytganda, grelkalar yordam beradi va og'riq intensivligini kamaytiradi. Va bezarar muolajalardan biri bu og'riqli hayz davrida qizchalarga nosteroid preparatlar, ya'ni ibuprofen ko'rinishdagi preparatlarni berish. Kimda qaysidir guruh o'smir qizchalarimizga kelishi kerak bo'lgan o'sha muddatidan 1-2 kun oldin berishni boshlash va kelib bo'lgandan keyin o'sha 72 soat davomida odatda bu og'riqlar o'tib ketadi. Shu kunlar davomida ibuprofen preparatlarini, ibuklin juniormi, nimisilmi qabul qilishi ham bu og'riqlarni kamaytiradi va o'sha organizmda og'riqlarga sabab bo'luvchi mediatorlarni keskin ishlab chiqarilishini kamaytiradi. Va albatta o'smir qizchalarimizda ko'pincha defitsitlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, ularga bezarar bo'lgan omega preparati ko'rsatmaga binoan yoki shuningdek magniy va ayrim B guruh vitaminlari ham ijobiy yordam beradi. Lekin shunday holatlar ham bo'ladiki, bemorda masalan qandaydir og'riqlarga endometrioz yoki boshqa kasallik sabab bo'lib
kontratseptiv preparatlar ham yordam beradi, lekin bu juda ham kam holatlarda. Shuningdek, man qabulga kelgan o'smir qizchalarimizda, ushbu murojaat bilan kelgan o'smir qizchalarimizga bo'shashtiruvchi jismoniy tarbiya muolajalari ham ijobiy yordam berishini ta'kidlab o'taman.